Assalomu alaykum. Kechirasiz, o'zbek emasmisiz? O'zbekman. O'zbekmisiz? Toshkentlik. O'zbek tilidagi eng qiziq so'z qanday? Voy bu. Oppo. O'zbekistonga necha marta borgansiz? O'zbekistonda bilmadim, lekin 6 yil yashaganman. 6 yil yashaganman Toshkentda. Yana qaysi shaharlarga borib qoldingiz? Voy, Samarqandda ko'p bo'lganman, keyin Xivaga, Farg'onaga ham, Buxoroga ham ko'p marta borganman. Eng yaxshi ko'rgan o'zbek ovqatingiz? Ovqat? Ha, ovqat. Osh. Yana? Yana? Somsa? Qovoqli somsa. Qovoqli somsa. O'zbekistonga borganmisiz? hali yo'q. Hali yo'q. Qachon bormoqchisiz? Qaysi shaharga bormoqchisiz? iyulda Bu yilga qaysi shaharga bormoqchisiz? Toshkentga bormoqchisiz. O'zbek tilini qanchadan beri o'rganyapsiz? 3 yilda 3 yildan beri o'rganyapsiz. O'zbek ovqatlaridan qaysi birlarini yaxshi ko'rasiz? men palov va shashlikni juda yaxshi Palov va ko'raman. shashlikni yaxshi ko'rasiz. Bugungi tadbir qanday? Yaxshimi? Bugun juda qiziqarli. Yaxshimi? Juda yaxshi. Rahmat. O'zbek tilini juda yaxshi bilar ekansiz. Qancha vaqt davomida o'zbek tilini o'rgandingiz? 2 yil. 2 yil davomida o'zbek tilini o'rgandingiz. O'zbek tili sizning fikringizcha qanday? Osonmi yoki qiyinmi o'rganish? Grammatika oson. Grammatika oson, Chunki koreyschaga juda o'xshaydi. koreyschaga juda o'xshaydi. Shuning uchun o'rganish oson. O'zbek tilida seriallar ko'rib turasizmi? Kino, sen yetim emassan degan kinoni o'tgan haftada ko'rdim. Sen yetim emassan degan kinoni o'tgan hafta ko'rdingiz, to'g'rimi? Bilasizmi? Men bilaman. Qanday, sizga yoqdimi? Juda yoqdi. Juda yoqdi. Boshqa serial, kino ham ko'rganmisiz? Qo'shiq. Qo'shiq? Qo'shiq eshitib turasiz o'zbek tilida. Qaysi qo'shiq yoqadi sizga o'zbek tilida? Qo'shiqda Toshkent, Samarqand Toshkent, Samarqand degan qo'shiq sizga yoqadi. va o'tgan yilda Kulcha? bilasizmi? Kulcha men bilmas ekanman. Bu bolalar uchun qo'shiq. Bolalar uchun qo'shiq. Juda qiziq. Kulcha. Demak, Kulcha juda bundan keyin eshitib mazali. ko'raman. Uni eshitganman. Bilaman.